Gulnora Qosimova ishi. Eng oxirgi ma'lumotlar. Abror Muxtor Alidan Dayus blogerga javobning qattig'i bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalda. Andijonda bo'lgan kassatsiya sudidan keyin ba'zi o'sha yolg'on informatsiyani tarqatib yurgan Gulira'no Qosimovani urib, yechintirib, birinchi etajdan ikkinchi etajga sudrab chiqdi degan mavzuni qo'llab-quvvatlab kelayotgan ba'zi bir blogerlar chiqib olib, biz yutdik, g'alaba deb baqiryapti. Mana shu xijolat qilish kerak bo'lgan mavzuda faxrlanishlikka aylanib qolishga aytadi. Faxrim buzilgan. Ya'ni dayus bo'lib qolgan. Dayus bo'lganligi uchun rozi hamma narsaga. Qizi Gulira'no Qosimovaga o'xshashligini orzu qilgan blogerlar. Blogerlar. Shuhrat Musayev aytadi, jadutlar, jadut. Endi qarang. Sud biz aytgan narsani isbotladi. Aslida bu bizning g'alabamiz. Biz nima deyatdik? Gulira'no Qosimova urib yechintirdi degan gapiga dalil keltirish kerak deganmiz. To'g'rimi? Lekin u urib yechintirganligi to'g'risida 19 minutlik videoyimiz bor degan. Ba'zi bir og'zi bilan orqasini farqi yo'q blogerlar. Kallasiga g'ish yegan birov xotinini nikohlab olganlar. Bular 19 minut video bor. Yechintirganligi to'g'risida video bor deganmidi? Sudni gapini eshitamiz. Telegram qotib qolyapti. Eshitamiz. Qani eshitaylikchi. Biz g'alaba qildik deyapti. G'alaba qildi. Tushuntirilsin. O'tirib Eshitamiz. Sudlov hay'ati mazkur sud qaroriga kelishga quyidagilarcha asos qiladi. Ya'ni birinchi instansiya sud tomonidan mana jabrlanuvchi Qosimovaning shikoyatida keltirilgan, ya'ni sudlanganlarning harakatlariga 141 primitiv modda 2-qismi AB bandlari bilan qayta ayb e'lon qilish haqida shikoyat vaj keltirilgan. Bu holatlar bo'yicha birinchi instansiya sud tomonidan to'liq tekshirilib, uning sudlangan Hajra Efendi Rasululloh harakatlarida aynan mazkur jinoyat yo'qligi sababli adolatli ravishda 83 Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasiga asosan oqilab to'g'ri to'xtab kelganligi xulosaga keldi. Bundan tashqari mana E'tibor beryapsizlarmi? 9 ta xodimga o'sha urib yechintirganlik jinoiy mavzuni bo'yniga qo'yib berasanlar, jinoyat ochib berasanlar deb shikoyat xati kiritgan Gulira'no Qosimova va shikoyat xatini quva rad qilgan. Chunki urib yechintirganligi yo'q. Urib yechintirmagan. Undan keyin kassatsiya sudiga yana kirgizgan. Yana shikoyat bilan prokuraturaga chiqqan va uni inkor qilgan. Men esinglarda bo'lsa aytgan edim. 9 ta xodim oqlandi. 9 ta xodim oqlandi. 1-0, 2-0 deganimda sirot chiqqan edi. Qanaqasiga oqlanadi? Hali ketyapti tergov. Gulira'no chiqqan edi. Qanaqasiga oqlanadi? Ketyapti tergov degan edi. Mana oqlanganligini to'g'ri qilgan, biz ham uni oqlaymiz deyapti. 9 ta xodim va 2 ta qamoqda o'tirgan xodim, bular ya'ni 9 ta xodimga ham jinoyat moddasini qo'yib berasan degan, buni oqlandi deyapti. Davom etamiz. Sud nima deyapti? Qarang. shikoyatlarda boshqa joylarda shunaqa holatlar bo'lyapti. Aynan jabrlanuvchilar Qosimov va Abdurahmonovlarni yechintirib ularni urganlik bo'yicha holati bo'yicha sudlanganlarga nisbatan bu holat bo'yicha ayblov e'lon qilinmagan. Ana. Nima bo'ldi endi? Ha? O dayuslar. O'shani atrofida yurgan hamma bloger dayuslarga, jadutlarga. Sanlar uchiga chiqqan dayus sanlar. Sanlarga mana shu vaziyat
ma'qul. Shuni g'alaba deyapsanlar. G'alaba, shu g'alaba emish. Voy, Gulira'no Qosimovani urib yechintirdi degan gap ayb yo'q bolalarda. Ular urib yechintirmagan. Demak nima bo'lgan? O'zi yechingan bo'lib chiqyapti. O'zi yechingan, nima ishing bor deyapti? Ishimiz yo'q. Quloq seniki, xohlaganga tishlatasan. U qiyomatda javob berasan. Dunyoda ham endi sharmisor bo'ldilaring, sharmandalikdan faxrlanib yashayapsanlar. Bu Allohni urgani sanlarmi? Tushundinglar shekilli, yana qaytarib qo'yib berayin. Asosan o'sha eski statiya bilan qoldirdi. Men nima degan edim? Sud ishiga aralashmaymiz. Sud o'sha ya'ni tadbirda bo'lgan noqonuniylikka o'zi baho beradi. Bu bizning ishimiz emas. Bizning ishimiz xalqni aldagan Gulira'no Qosimova, uning atrofidagi shaykalar, uning atrofidagi birlashib olgan to'dalar, ular Gulira'no Qosimovani urishdi, yechintirishdi, ikkinchi qavatga olib chiqib zino sahnasini yaratishdi degan gaplarini yolg'on degan edik. Rost bo'lsa dalil keltirlaring degan edik. Ular 19 minut videoyimiz bor, 9 minut videoyimiz bor degan edi. Gulira'no Qosimova Kusherbayev bilan bo'lgan suhbatda u video menda bor degan edi. U video menda bor. Qachon u videoni berasiz? Sudda beraman degan edi. Sud jarayonida to'xtamasdan so'raldi bloger dayuslardan. Beramiz hali, hozir emas, oxirida beramiz. Oxiri bo'ldi, oxirida ham berishgani yo'q. Oxiri sud e'lon qilyaptiki, sud urib yechintirmagan deydi. Bundan tashqari mana shikoyatlarda sud tomonidan to'liq tekshirilib, mana jabrlanuvchi Qosimovaning shikoyatida keltirilgan chiqish huquqi borligi tushuntirildi. Eshitdik. O'tirib oling. Eshitdik. Sudlov hay'ati mazkur sud qaroriga kelishga quyidagilarcha asos qiladi. Ya'ni birinchi instansiya sud tomonidan mana jabrlanuvchi Qosimovaning shikoyatida keltirilgan, ya'ni sudlanganlarning harakatlariga 141 modda 2 AB bandlari bilan qayta ayb e'lon qilish haqida shikoyat vaj keltirilgan. Bu holatlar bo'yicha birinchi instansiya sud tomonidan to'liq tekshirilib, uning sudlangan Hajji Ayhan Rasululloh harakatlarida aynan mazkur jinoyat yo'qligi sababli adolatli ravishda 83 Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasiga asosan oqlab to'g'ri to'xtab kelganligi xulosaga keldi. Oqlagan Gulira'no Qosimova meni urib yechintirdi bular. Ketdi, ikkinchi etajga olib chiqib sahna yaratdi, shunaqa zino degan shikoyati bo'yicha ularni oqlagan. Bunaqa narsa bo'lmagan deyapti. Shuni yutdik deyapti. Dayuslar. Davomini eshiting endi. Yechintirish haqida alohida aytadi, qarang. Bundan tashqari mana shikoyatlarda boshqa joylarda shunaqa holatlar bo'lyapti. Aynan jabrlanuvchilar Qosimova, Abdurahmonovlarni yechintirib ularni urganlik bo'yicha holati bo'yicha sudlanganlarga nisbatan bu holat bo'yicha ayblov e'lon qilinmagan. Qani. Bundan tashqari Ayblov e'lon qilinmagan, urganligi, yechintirganligi to'g'risida. Shu joyda do'stlar, sizlarga bu suhbatlarni qilib kelayotganimizda boshida aytgan edik. Siroj Media Otabek Jo'rayevlar sudda ishtirok etgan edi, oldingi sudda. Va ichkarida bo'layotgan hodisalarni berkitib, tashqariga chiqqanda, Gulira'no bilan videoga olganda, faqat Gulira'noni urgan, yechintirgan ichki ishlar, tuhmat qilishgan, zino sahnasini yaratishgan degan mavzuni kaboshavergan, shunga urg'u berishavergan. Vaholanki, Quva sudini o'zidayoq Gulira'no Qosimovani urib yechintirilmaganini, u o'zi yechim olganligini sud tasdiqlagan edi. Ularni bu statiya bilan bo'yniga ayb qo'ymagan edi. Bu statiya og'irroq edi. 5 yildan 10 yilgacha edi statiya. Ularga 4 yil bergan. Men o'sha 4 yil bo'lgan statiyasini aytayapmanki, qonun, ya'ni hujjatlardagi to'g'ri ya'ni to'ldirmaslikka o'xshagan mavzularda oldi bular degan. Yutdik deyishi. Tuxumni sarig'ini yutdilar insonlar. Sanlar nimani yutasanlar? Butun xalqni oldida o'zi yechinganligi isbot topdi. O'zi yechingan chiqib olib. Zino qilmaganmiz deyapti. Zino qilmagandirsizlar balki.
menimcha shaxmat o'ynagansizlar. Yechim olib shaxmat o'ynagansizlar. Kim yutqazsa yechinish. Shoh deganda sen yechingansan, u mot deganda sen yechingansan. Bo'ldi. To'g'ri, zino qilmagan bo'lishinglar mumkin. Buni bilmaymiz ya'ni o'sha zinoni, lekin o'zingizlar yechingansizlar. O'zingizlar yechinganinglar isbot bo'ldi. Biz shuni so'rayapmiz. Boshqa narsaga aralashmaymiz, sudning ishi bu degan edik. Siroj media videoni qo'yib, shu yerda jinoyat yo'qmi deb so'raganda aytgan edim men. Jinoyat bo'lsa sud unga baho beradi. Lekin sanlar urib yechintirildi degan gapingga javob berishing kerak deganmidik? degan edik. Bular mashina odamlar jamiyatda bo'ladi do'stlar. Bular mana shu jamiyatda shunaqangi misollari o'zingiz va yaqinlaringiz shularga o'xshamasligi uchun misollardir. Har bitta misol unga o'xshashlik uchun keltirilmaydi. Ba'zi misollar bor, undan saqlanish uchun keltiriladi. Yutdik deganlarga aytamizki, dayuslikda yutdinglar. Dayus degan medalni oldinglar. Sizlarga dayuslik qilmanglar. Bu musobaqada qatnashmanglar. Oxiri g'alaba qilsanglar dayus mukofotini, dayus medalini olasizlar degan edik. Yo'q deyishdi. Biz dayuslikda yutdik deyishyapti. Yutdinglar. Dayuslikda yutdinglar. Gulira'no ya'ni urib yechintirilmagan. Bizga shu kerak edi, shu. Xalqni aldashgan ekan. Endi huquqiy tomoni bor. Huquqiy tomoni advokatlarning noroziliklari bor. Ular taftish guruh, taftishga murojaat qilishadi. Davom etishadi ular. Lekin bu %100 zapal bo'lgan. %100. Mana shuni isbot chiqdi. Va buni sud o'zini tili bilan aytdi. Matnni tahlil qilishni ham o'rganing. Nima desa bir odam sizga izoh aytib bersa, kommentariya qilib bersa, o'shani izohiga ha deb ketavermang. To'xtang, eshitib ko'ring. Eshitib ko'ring sudiyani gapini. Sudiya o'sha keltirilgan vajlarini eng boshida ikkita vajni keltiryapti. U Gulira'no va uning atrofidagi uni urib yechintirdi degan odamlarni yutqazganligini aytayapti. Ular sharmanda ekanligini, dayus ekanligini tasdiqlayapti. Endi nima derkin deyapti bittasi chiqib olib. Mana sanlarga gapni udari. Sanlarga ta'sir qilmaydi, beta'sir odamlarga ta'sir qilmaydi.